Siz qidirib yurgan barcha animelar bizning Telegram kanalda mavjud. Bizda ongoing animelar va tugallangan animelarni bepul tomosha qilishingiz mumkin. Kosmos Dubbing Telegramdagi eng sifatli va eng tezkor fandub. Nima bo'ldi? Turnir bosqichini jadvali chiqdi, lekin Ariel bilan men bir guruhdamiz. Endi bu yil ham asosiy bosqichga chiqa olmayman. Turnirga qancha odam kelar ekan? Ishtirok etmoqchi bo'lganlar juda ko'p. Turnir esa har bir saralash guruhini g'oliblari bilan tuziladi. Qilich ilohi Kuboki orzularimni barbod qildi. O'zingni bunchalik pastga urma. Sana darajangda turnirga kirish juda ham qiyin edi, lekin sen kirding. Bu sana omadingdir. Shunaqa ham tasalli berish bo'ladimi? Rayner, sen boshqa guruhdamisan? Ha, to'g'ri. Lekin baribir kuchli raqiblar bor. Bu yil albatta saralashdan o'taman. Agar buni papang eshitganda xursand bo'lardi. Dadam buni eshitsa albatta xursand bo'ladi. To'xta, papa, qanaqasiga? Unday emas. Dadamni hech ham papa deb chaqirmaganman. Imkoniyatlarim menga qarshi, lekin men taslim bo'lmayman. Shuning uchun bugun yana zindonga boramiz. Men borishim kerak o'zi. Albatta. Agar biror yomonlik bo'lsa, sen bizni qutqarasan. Sen hech ham o'zing harakat qilmaysan, ha? Bugun ham zindonga borasizlarmi? Ehtiyot bo'linglar. Xo'p. Ehtiyotkorlikni yo'qotma. Georg yana tuzoq qo'ygan bo'lishi mumkin. Sizlarni tuzoqqa tushiradi. Agar xavf sezsanglar, darhol qochinglar, tushundinglarmi? Xo'p. Keyinroq ko'rishamiz. Bu g'alati tuyulayotgandek bo'lishi mumkin, lekin men o'zimni tutib, yaxshi ota roliga qaytishim kerak. Tezroq ochkilikdan qutulsam yaxshi bo'lardi. Reincarnation 新しい翼で空っぽだったこの手に握りしめたたった一つ夢があるから長い夜も高い壁も越えられる光だけ見つめて空が雲咲くように種が土割るように先の翼は脱ぎ捨ててリインカーネーションリインカーネーション自分を信じて輝く目が鼓動がこの夢を走らせる少年リインカーネーションリインカーネーション愛を勇気にして心に翼をつけて今羽ばたけまっすぐにまっすぐに行こう決めた未来へSınıfsız kahraman 5-qism Qilich xudosi kubogi. Yana o'sha vaqt keldi. Qilich ilohi Kubogi saralash bosqichiga qaytdi. Yana yutqazdim. Bu yil finalga chiqaman deb o'ylagandim. Demak, bitta guruhda bo'lmasak ham baribir yutqazarkansan. Doim yutqazganim uchun uzr. Afsuski, men sen bilan jang qilishni juda ham kutgandim. Yolg'on tasalli bilan ovutma. Har holda keyingi bosqich final. Kuching qandayligini bilaman, lekin ehtiyot bo'l.
O'zingni asrashing kerak. Raqibing o'ziga xos mahoratga ega. Ehtiyot bo'lgin. O'ziga xos degan. Zindonda anchagina kuchlarni ko'rdim. Hozirgacha ko'rganlaring faqat qilichbozning mahorati edi, shundaymi? Uning mahoratlari bundan-da tashqarida. Nima demoqchisan o'zi? U sehrli qilichboz sinfidan. Jangda qilichini sehr bilan quvvatlaydi. U sehrgar bo'lsa, unga hech kim e'tiroz bildirmaydimi? Sinf muhim emas. Ishtirok etish uchun yagona talab gildiya ro'yxatida bo'lish. Ya'ni, mana sinfsiz sifatida qabul qilishgani mana shumi? Ishtirokchilar, sahnaga chiqinglar. Omad tilayman. Boshlashdan oldin aniqlab olay. Sehrli qilichboz sinfi adolatli va qabul qilingan. Yutqazsang, sehr ishlatish adolatsiz degan bahonalarni eshitmayman. Xuddi shunday. Eng kuchli qilichboz g'olib bo'ladi. Jangni boshlaymiz. Qani, boshlang. Mana buni ol. Va yana mana. Hali tugamadi. Qilich va sehrning birlashishi bu juda ham qulay jang usuli bo'ladi. Men to'g'ri aytyapmanmi? Nima? Sinfsiz bola meni yutishi mumkin emas. Lekin ochig'ini aytadigan bo'lsak, sen buni ikkalasida ham kuchsizsan. Qilichbozliging ham, sehring ham o'rta darajadagi sehrlar. Buni zarbadan keyin aytgin. Sehrli qilich. Bu axir olovli qilich, shunday emasmi? Qilichimni sehr bilan quvvatlovchi mahorat va faqat sehrli qilichbozlar ishlata oladi buni. Buni qarang, qanday kuchli hujum. Bu zarbalarni aniqlash juda ham qiyin bo'ladi. Lekin agar buni tushunib olsam, zarbani qayerdan kelayotganini bilaman. Nima? Sen aytganimdek, usta emassan. Nima? Agar asosiy qilichbozliging Liliyani darajasi bo'lganda ham bu samarali bo'lardi. Meni haqorat qilyapsanmi? Meni masxara qilma, sinfsiz bola. Egizak qilichlar. Nima? Olov sehri. Sokin qadam. Ajoyib mahorat ko'rsatdim. Men o'ylaganimdek, bu yerda o'rganadigan narsalardan juda ham ko'p. Agar mashq qilsam, bu sehrni ham o'rganib olishim qiyin bo'lmaydi. Bir necha kunlardan so'ng Hoy, dada. Asosiy bosqichga Arielni oldiga boramizmi? Uni qo'llab-quvvatlash kerak. shunga o'zing borsang bo'lmaydimi? Nima? Unday qilmang, men bilan boring. U yerga borishni xohlamayman. Asosiy bosqichda a'zolari bo'lgan gildiya eng yaxshi joylarga ega bo'ladi. Bunday imkon tez-tez bo'lmaydi. O'zing boraver. Nega? Georg bilan uchrashishdan qo'rqqaningiz uchunmi? Ovozingni o'chir, ahmoq qiz. Men undan qo'rqmayman. Kecha qilichni ushlaganimda men umarda rangladim. Men hozir yaroqsiz. Bu bilan qilich xudosi kubagini yuta olmayman. Dada, asosiy bosqichga kira olmaganlar qanday his qilishini bilmaysizmi? Liliya, Tezroq tayyorlaning. Kerak bo'lsa sudrab olib boraman. mayli, tushundim. Bormasligingizni aytsangiz ham yashirincha tomosha qilasiz, a? Nimaga bunda o'ylayapsan? Chunki
bugungi mashg'ulotlar juda ham yaxshi o'tdi. Sen yaxshilanding. Rostdanmi? Ha, ko'proq davom etishing mumkin. Xo'p. Gildiya a'zolari ko'tarilishini ko'rishni yaxshi ko'rasiz. Uzoq vaqtdan keyin shogirdingiz Raynerni ishtirokini o'tkazib yubormaysiz. Xuddi uningga o'xshaysan-ey. Yaxshi ma'noda-ya?ライナー Yaxshimisan? Unday qarama. Seni oldin bunchalik bezovta ko'rmagandim. Bu shahardagi eng katta turnir. Albatta asabiylashaman-da. Tushundim. Asosiy turnirda jangdan oldin raqibni bilmaymiz. Strategiya tuzishga esa vaqt yo'q. Har kimni asabiylashtiradi. Seni tushunaman. Birinchi bosqichda men bilan uchrashishdan qo'rqqansan. Unday emas. Kutganingiz uchun rahmat. Birinchi jang ishtirokchilarini e'lon qilamiz. O'tgan yil chempioni Qilich imperatori Georg. Va uning raqibi sinfsiz Arel. Mani navbatim kelganga o'xshaydi. Nima bo'ldi? Qo'lingni ushlamoqchi emasdim. Lekin omad tilayman, ehtiyot bo'lgin. Keyinroq ko'rishguncha. Arel! Bu yaramas ilonni yengin. Unga nima bo'ldi? Nima? Bu Georgmi? U yirtqich hayvonga o'xshaydi. Unga nima qildi? Ariel, undan uzoq tur. Georgning qo'lida eng yomon qilich turibdi. Nima demoqchisiz? Bu qilichda oldinlari jin muhrlab qo'yilgan edi. Hech kim bu qilichni tanimagan deb o'ylagandi. Imperator saroyidanmisan? Nega sizni tanimaydi? Uni hozir o'zi emas, uni qilichdagi jin boshqaryapti. Afsonalarda aytilishicha, qilich xudosi jinni o'ldirgandan so'ng o'sha qilich la'natlangan va mana shu qilichga muhrlanib qo'yilgan. Uni kimdir ochishi mumkin emas-da, lekin u qanday qilib? Mana ushlab turgan muhr buzildi. Men yuzlab yillar kutdim. Endi men tarixni yana qaytadan rivojlantiraman, hammani o'ldiraman. Hammangiz qo'rqing. Men ozod qilishlarini ming yillab kutgandim va o'sha ahmoq keldi. Meni ismim Deorgelda. Endi vayronajgarchilikni boshlayman. Bu Deorgeldami? Rayner, uni bilasanmi? Bu tarix darsidagi tanish ism edi. Endi tushunarli. U qadim zamonlarda yovuz iloh tomonidan chiqarilgan jin edi. Demak, bu afsona emas. Bu o'sha afsonalarda aytilgan jin xo'jayinimi? Shahar aholisini son-sanoqsiz yo'q qilgan emasmi? Mana shunda qo'rquv va umidsizlikda tushiylar odamlar. Lekin bu asarlar davomidagi zerikkanimni qoplashga yetmaydi. Ko'proq baqiringlar. Umidsizlikdan yig'laylar. U nima qilyapti? Bu nima bo'ldi? Men tashqariga chiqolmayapman. Nega ochilmayapti? U hech kim qochib ketmasligi uchun afsonaviy to'siqdan foydalanyapti. Jinlar bunday qila oladimi? Yig'laylar, yana ham ko'proq umidsizlikka tushinglar. Men oliy kuchimni ko'rib, menga qarshi chiqmoqchimisan? Seni o'ldiraman.
Man seni yutishga 100% ishonaman. Nima? Ancha oldin afsonaviy qilich xudosi tomonidan yutqazgansan, to'g'rimi? Boshqacha aytganda yengilmas emassan. Shunda bo'lganda-chi? Haqiqatan ham men unga yutqazganida. Lekin bu odamni egallagan xotiralarimga ko'ra, o'sha qilich xudosi endi yo'q. Demak, bu dunyoda meni yuta oladigan hech qaysi inson yo'q. Ikkita joyini to'g'rilashim kerak. Nima? Birinchidan, qilich xudosi hali ham tirik. Ikkinchidan esa, qilich xudosi bo'lmasam ham, men seni yuta olmayman. Nima deding, sen axlat? Nima? Bu ilohiy qadar bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. Bu mahorat faqat qilich xudosiga tegishli. Sen qanday qilib bu mahoratdan foydalanyapsan? La'nat haqlar. Men qilich imperatori tanasida ekanligimni unutdingmi? O'lib ket! Bolalar o'yini. Nima to'xta? Qanday tiriksan? Jasorat. Reyner bilan o'tkazgan mashg'ulotlarimiz foyda berdi. Cheksiz sindirish. La'nata, bunga dosh bera olmayapman. Bu shubhasiz qalbimga qilich xudosining mahorati bo'lishi kerak. Ishonmayman, bu bola qilich xudosimi? Yo'q, gaplaring xato. Men oddiygina Nima bo'ldi? おいおい大丈夫か近づいて yaralari va lohiy himoyasiz. U endi jang qila olmaydiganga o'xshaydi. Ajoyib, u jin hukmlarini mag'lub qildi. Yana muhrlanishimga yo'l qo'ymayman. Majburman, hozircha chekinishim kerak. O'sha boladan qochishga e'tibor berim va to'liq kuchimga qaytgunimcha kutishim kerak. Bu yerdan chiqish uchun boshqa tanaga o'tishim kerak, lekin kimnikiga? Ko'rishimcha, bu yerda eng muqobil variant mana shunga o'xshaydi. Aynan shu. Ikkingiz ham yaxshi ekanligingizdan xursandman. Biz ham. Lekin turnirni bekor qilishlari mumkin, to'g'rimi? Bunday holda o'tkazish qiyin. Ehtiyot bu. Yo'q, Liliya, usta. Ikkingiz yaxshimisiz? Ha, men yaxshiman. Dadam meni urilishidan qutqarib qoldi. O'rningdan tur. Usta, Endi cholni tanasiga kirib oldingmi? Qilich uni asosiy tanasida ekanligini bilmasdim. Yo'q emas, qilichni o'q qilishim kerak edi. Endi juda ham kech. Mayli, men seni yana yutaman. To'xta, meni qo'yib yuborishdan ilojing yo'q. Agar hujum qilsang, kelajakdagi xotiningdan ayrilishing mumkin. Nima? U men uchun hech qanaqa xotinim bo'la olmaydi. Meni aldamaysan. Bu odamni xotirasini ko'r. Bu qizingga uni eri bo'lishini aytgandi. dada, aytmang. Mayli, ikkalangni ham o'ldiraman. Hoy, tinchlan, Arel. Hoy, bu qizga umuman ahamiyat bermaysanmi? Tushunmadingmi deyman.
Odamlar garovga olinishi uchun qanaqadir qadri bo'lishi kerak. Bu men haqimda aytilgan eng qattiq gap bo'ldi. Sen tushuntiringga. Kechirasiz. U meni kelajakdagi erim emas, bu shunchaki orzu. Nima xohlasangiz qilaman, faqat o'ldirmang. Sen ahmoq. Men nimaga bu axlat nasravonman o'zi? O'ziga o'zi shunday qildi. Unga achin olmayapman. Xavotirman. U uni o'ldirolmaydi. Men unga kafilman. Nima bo'ldi? Oddiygina bir qizchani o'ldirishdan qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? Men uni hozir parcha-parcha qilib tashlayman. Nima? Harakat qilolmayman. Nima uchun? Bunga yo'l qo'ymayman la'nati. Dada, Bu meni tanam bo'ladi. Men uni songa bermayman. Yo'qol ahmoq. xavotir olma, bo'ldi, tinchlan. Georg bilan bog'langanidan farqli o'laroq, uning tanasi deyarli o'zgarmagan. Endi esladim. Ehtimol cho'r ichidan turib qarshilik ko'rsatyapti. Bilgandim, dadam Georgdan kuchliroq. Nimaga meni qabul qilmayapsan? Axir shon shuhratingni qaytara olishni xohlamaysanmi? Sobiq kuchingga ega bo'lasan ahmoq. Bir necha kun oldin aytganingda men rozi bo'lardim, lekin hozir bu boshqa vaziyatda. Men bilishing kerak. O'sha bola menga nimanidir eslatdi. Har kim sobiq shuhratini qaytarishi mumkin. Faqatgina buning uchun tinmasdan mashg'ulot qilish kerak. Endi yo'qol. To'xta. Senga kerak emassan dedim. Ajoyib, to'g'ridan-to'g'ri menga kelyapti. To'xta. Bu safar butunlay yo'q bo'ldi.果てしなく続く空、その広さに決意がひるむ。このままじゃ嫌なんだ。そう言って漕ぎ出した誓いは揺れない。当たり外れで価値を決めるなよ。僕だけの道で僕を生きていけ。